texnik ko'rik, gaz ballonlarini sinovdan o'tkazish va avtosug'urtani necha pulga tushishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 2010-yilda ishlab chiqargan avtomobilimiz texnik ko'rikdan o'tadimi yo o'tmaydimi? Mutaxassisimiz javob beradi. Bekzod aka, assalomu alaykum. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti texnik ko'rikdan o'tadimi, o'tmaydimi? 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtotransport vositalari texnik ko'rikdan majburiy ravishda o'tadi. Ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan bo'lsa, bu ixtiyoriy ravishda o'tadi. Avtotransport vositalari 10 yildan 14 yilgacha 2 yilda bir marta, 14 yil va undan yuqorilari har yili majburiy o'tishga to'g'ri keladi. Jarimaga tortiladi o'tmasa? Albatta. Albatta. Sug'urta ham bor sizlarda? Sug'urta, gaz aktlari hammasi. Olib keling ko'raylik, yemasa.